Assalomu alaykum hammaga. Zomin ultradiga birinchi kunni boshladik. O'sha bugun kelib joylashib, hamma palatkalarni qurdi. Biz ham palatka qurib oldik. Mana bizni qo'ygan palatkamiz. Mana shu palatka bizaniki 3 kishilik. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, qolganlar hamma palatkalar joylashgan. Bazamiz shu yerda. Bu anta ko'rib turganingiz asosiy o'tirib dam olib tashkil qilingan joy. Hamma joylashib tashkiliy ishlarni boshlab yuborishgan. Registratsiyadan o'tish, boshqa viloyatdan kelganlar o'zi nomerni shu yerdan oladi. Toshkentdan kelganlar o'sha yerda 2 kun oldin tarqatish bo'lganda o'shani olgandik, nomerlarimizni, hamma narsani. Hozir mana yana bitta yugurishni boshlashdi Qozog'iston. Uzoqdan ko'ryapti. Mana ashta yugurish boshlashdi bolalar. Suvni bo'yida palatkalar joylashgan, palatkalar. Tepada ham palatkalar. Bu yerda asosiy o'tirib dam olsa bo'ladigan, yig'iladigan zona. Ko'prikdan o'tamiz. Bugun aytmoqchi bo'lgan narsam, bugun bayram kuni desam bo'ladi. Ko'pchilik dam olib, joylashib, ovqatlanib, mana ertangi kunga korzinkadan kirib hamma narsalarimni olganman. Palatkalar uxlashga joy hal qilindi. Agar palatkada yo'qmasa, mashinada ham uxlash varianti bor. Uni ham ko'ramiz. Asosan dam olamiz, ko'ramiz, qayerda nima yo'lni o'rganib chiqamiz, ozgina havoga moslashamiz, chunki biz ancha balandlikdamiz hozir. Bir kun oldin kelish ham yaxshi tomoni, akklimatizatsiya qilib olasiz, o'sha havoga moslashib olasiz. Suvni bo'yida, lekin bu yerda havo juda zo'r. Zominda havosi juda zo'r. Va tepada orqada ko'rinayotgan bo'lsa, ham most bor, oynali mostmi 50 mingdan to'lab chiqishar ekan. O'sha tepada o'tgan balkim vaqt bo'lsa chiqarmiz. Hozir aylanib chiqib, qayerda nima, kimlar bor, ko'p tanish insonlar ham, ko'p insonlar ham shu yerda kelish kerak. Qassimga tushyapti, orqada voleybol o'ynashyapti, hamma kacheli-machelilar qilishgan. Yugurishda qatnashish uchun pul to'lanadi. Ko'pchilik bilmasligi mumkin. Bu Zomin ultraga 300 ming to'ladik va meni nazarimda 300 ming juda kam. 300 ming pul nima to'lanadi degan savolga javob bermoqchiman. Mana shunaqa tashkiliy ishlar, joylari, mana shu hamma narsani tashkil qilish, joylarni aniqlash, reja qilish, tuzish, shuncha odamni ishlayapti, volontyorlar bor. Video olishyapti. DJ kelgan, palatkalar qilingan, do'konlar, hamma narsa tashkil qilingan. O'shalarni yuguri bor, o'shalarning xarajati bor. O'sha narsani qoplash uchun qilinadi va siz kelib mazza qilib shunchaki qatnashib ketasiz. Zo'r taassurotlar, zo'r xotiralar olib o'tkazib ketasiz. Shunga uchun pul to'lanadi. Va undan tashqari Zominga kelish uchun yo'l kreys bor. Ozgina 2 kun kelgandan keyin oziq-ovqatlarni olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda nomer beriladi. Nomer haqida sovg'alar, bitta video qilgandim kanalda. O'sha narsani Toshkentdan olishi mumkin edi 2 kun oldin. Boshqa viloyatdan keladiganlar ham bor, Samarqand, Jizzax, Buxorodan. Ularga shu yerda o'zida tarqatish punktlarini qilib qo'yishgan. Orqamda turibdi o'sha. Kim qaysi masofaga yugurayotgan bo'lsa, o'shanga olib ketadi shu yerda. Hozir yugurishni boshlash liniyasiga chiqyapman. Va eng maton Заключительный детский забег. 1 kilometrga ham yugurayotgan ekan va oxirgi yoshdagi bolalarni yugurishdi. Qo'shdan bolalar liniyaga turib olgan, shundan yugurishni boshlashadi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start!
Yugurishni boshlashdi kelishdi. Ota-onalar balet sportda ko'pchilik balet trenerlari bor manimcha. O'sha oldida ikkita katta shu tashkilotda qatnashayotgan yuguruvchilar ham qatnashib nazorat qilib ketyapti. Tashkil ishlar zo'r. Bu yoqda tepada polni tepaga qarab ketarsa, pastda o'sha kampus, DJ bo'ladigan joy, bu yoqda palatkalar hammasi, bu naryoqda o'tiradigan joy. Lokatsiya o'zi zo'r, havo juda zo'r. Shaharda isib yotgan bo'lishi bu yoqda ancha salqin, kechqurundan ham salqin bo'ladi. Zamin ultra yugurishga uni avtobusdan ham tashkil qilishgan. 150 ming so'mga o'sha har xil vaqtlarda bor, kechki avtobusda bor, ertalabki obedga kelib cho'tga tashlab ketishadi va ertasiga olib ketishadi. Yugurish tugagandan keyin 150 ming so'mga o'sha Toshkentdan Zomingacha va Zomindan Toshkentgacha. Zo'r qulaylik yaratishgan. Mashinangiz bo'lmasa, o'zingiz kelmoqchi bo'lmasangiz, mashina haydab, mashinaga o'tirib kelsangiz bo'ladi. Bu yoqda palatkalarni ham o'zligi taqdim qiladi. Misol, ma'mur palatkalar yana ikkitalari shu tashkilot tomonidan kim palatka olib, arenda olib, o'zida bo'lmasa, shuni o'zligi tashkil qilib sotib olsangiz, arenda pulini to'lab turib ketsangiz bo'ladi. Bu anda sharami ishlashyapti, o'sha logotip bilan. Bunda ham ko'rishingiz mumkin, mana уже qaytib kelishyapti. 1 kilometrga yugurayotgan 11 yoshdagi bolalar. Hamcha birinchi o'rin bola, orqasidan ikkinchi o'rin. Birinchi o'rin bola ekan. Ikkinchi o'rin bu ham bola. Yugur! Hammasi bolalar ekan, qizlar ekan. Trener. 3-chi, 4-chi, 5-chi. Bu ana birinchi o'ringa o'sha birinchi bola kirdi. Ikkinchi o'rin hali kirmadi. Orqasidan 3-chi, 4-chi o'ringa kurashyapti. Mana bu yoqda otasi, akasi bilgan ekan, podдержка qilib, davayda to'xtama deb qo'llab-quvvat. Mana bu yoqda bolalar yana ketyapti. Oxirgi yuguruvchi bola kelyapti. Gap yo'q. 11 yoshda 1 kilometr yugurish unaqa tezlikda. Malades. Yoshlikdan o'rgatishyapti mana. Emotsiyalarni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Молодец! Давай, руками сам Xullas shunaqa gaplar. Endi adashmasam eng oxirgisi 2 kilometrga yosh chegarasi yo'q. Hamma qatnashishi mumkin. 2 kilometr masofaga yugurish mumkin. Aynan mana shu insonlarni 17:30 da kutib qolamiz. Hamma tayinlanyapti. Yo'qzoda yaxshi nomer bor. Hamma o'qadilar. 30 minutdan keyin boshlanar ekan, ungacha davom turinglar, chigal yozish mashqlari bo'ladi. İşte mana hozir sekin aylanib yana nima bor, nimalar qo'yishganini ko'rib chiqamiz. Boshlashyapti, tanaffus qilish mashg'ulotlarini qilishyapti. Adashmasam firmalardan kelishgan, hamma o'zini kompaniyalarini, o'zini futbolkalarini olib qatnashyapti. 8 minutdan keyin yugurish boshlanadi. Mana kelyapti ikkinchi yugurish, 21 kilometr yuguradigan bola. Assalomu alaykum. Yaxshi yuribsiz. Sog'lomsiz? Hello. O'zbek bu. Auditoriya o'zbek. 2 kilometr tayyorlanishyapti. Ko'ramiz. Qani bolalar? Bolalar yodinida dam olishyapti shu palatga. Kameralarni yana bitta kamera. Media. Daryoda ham odam. Drone ham yuribdi. 1 minut qoldi deyishyapti boshlashga.
kamerachilar обратный счетni boshlashni yugurish boshladi. Hamma bir-biriga yordam berib yugurib ketyapti. O'rtoqlari Kapital Bank. Hamma sariq kiyimli, mana Kapital Bank. Shunaqa 2 kilometr ham yugurishni boshladi. Hozir qaytib kelguncha kutamiz. Shu yerdan 1 kilometr borishadi, 1 kilometr qaytib kelishadi. 2 kilometrni birinchi bo'lib kirayotgan odamlar kelyapti. Ko'ramiz kim birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin oladi. Zoom firmasidan yozib qo'yganlar futbolkaga. Birinchi o'rin, ikkinchi, uchinchi o'rin Sima. Agrobank. Agrobank juda tez ekanmi? Kapital Bank. Daryoda to'xtaganmi deyman ular? Finishga qo'yilgan. Короче, kompaniyalar ko'rib tursa bo'larkan. Давай. O, Barsa, давай! Иди до конца! Давай. Kepkasi Barsa edi. Voy mamalarim, voy молодец. Давай. Mal сейчас смотрится его. To'g'ri so'zlar bo'lar. Yo, sizlardan yo'qmi injiniring? Kimda lekin Videoga tushasiz. Heytda qolib ketasan. Adakda bola bor, bilasan, marafonda jinsidan qilgan, rekord o'rnatgan. Ha, ko'rdim. 2 soat 35 minut yugurgan. Keyin Crocs yugurganmidi o'sha? Yo'q, Crocsda boshqa Yugurmadi boshqa. Bu jinsida har doim rekord. Давай, Kapital Bank. Gityoga ham ayak joyni mana qani Logan sanaqasini urgan ekan o'sha. Ha, turnik bo'yicha rekord urdi. Irbis, anaqa seksiya shkolasi. Ustilikom. Yana kim bor? Ular shu bilan 2 kilometr yugurayotganlar kirib finishga kirib kelishadi. Hali 15 minut bo'libdi boshlanganiga, yana adashmasam 15 minut ichida limit bor. Bemalol kirib tugatsa bo'ladi. Hamma o'sha bir-birini do'stlari, oilasi, ishxonadagilari kelib qo'llab-quvvatlayapti, o'zining ishxonasini flagi bilan finishga kirib kelyapti. Sharam ko'tarildi, o'qishi boshladi. Gapni nastroyda shuni bilan. Asosiysi mazza qilish. Finishga kirib borish va nastroy ushlash. Didox kompaniyasini ko'rsatishadi. Fin makon.
Sharkiy uchoqyapti. Uchyapti, qaytib uchyapti. Oxirigacha ko'tarilyapti. Oxirgi yugurib kelayotganlar ham kirib kelyapti. Ular yurib kelayotganlar. Asosiysi finishga kirib borish, maza qilish yugurishdan. Qolgani medalni olish. Shu nastroyi, shu qanaqa vibe deydi, kayfiyat. 10 minutda kelgan ham 1 soatda kelgan o'sha medalni oladi. O'sha vazif ham bosib o'tadi. 2 kilometr. Nastroy ushlash vazifa qilish. Pastda ko'ramiz o'zi ism familiyada o'sha 50 kilometr hamma yuguruvchilarni banneri, plakatini qilib qo'yadi. O'shani tushib, ko'rib o'zimizning ismimizni topamiz. Rasm pastiga tushamiz. Kirib kelayotgan har bitta yuguruvchiga farqi yo'q. Tez keladi, sekin keladi. Muhimi kirib kelish, medal taqishadi. Medal taqishadi. Suv berishadi qo'liga, olma berishadi. Qana 4 tali voleybol o'ynashyapti. Samarqand Marathon Series tashkilotchilari bu yoqda ASU sponsor, bu yoqda har bitta yugurishlarni futbolka dizayn qilib qo'yishdi. Ma'lumotnoma oladigan budka. Suv olsa bo'ladi, sponsorlardan. Tashakkur etishdi. Yana piyola ASU brendi tomonidan piyola choylari bor, bo'lsanglar kerak. Bu yoqda mana onlayn marafon 13-iyundan ochildi. Shu o'zingiz yugurib, natijalarni yuborsangiz, anaqa medallarni o'z pul to'lab olsangiz bo'ladi. Medal 10 kilometr yugursangiz buni olasiz. 5 kilometrga 40-20 yoki futbolkalarni e'tiborsa bo'ladi. Qoplarni e'tiborsa bo'ladi. Manimcha ultradan o'tgan yilgi Samarqand marafonniki hammasini dizaynlari eski dizaynlarni o'tgan yilgi undan oldingi yilgi medal dizaynlar, futbolka dizayn, qop dizaynlarini o'sha saytdan tanlab olsangiz bo'ladi, lekin asosiy foydasi ham biri o'sha masofani registratsiya qilgandan keyin yugurib o'tishingiz kerak va natijani Telegram bot orqali yuborib, ular qabul qiladi va pulni to'lagan bo'lsangiz, o'sha medalni sizga qo'shib pochtadan yuborishadi. Va bu yoqda hozir keldik, asosiy yugurishlarda mana katta ism bilan yozib qo'yishadi qatnashuvchilarni. Hamma o'zining ismini topib, rasmga tushib oladi. Hozir bu yoqda ikkita qilib qo'yishdi, 50 kilometrlarga alohida va qolgan kilometr yuguradiganlarga alohida qilib qo'yishdi. Hammani ismi kichkina qilib yozilgan, hamma qidirib topadi. Qancha vaqt ketkazishini ko'pincha o'sha hisoblab qo'yishadi. 10 minutda topdim, 20 minutda topdim. Men 50 kilometr yuguraman, orqada 50 kilometrga alohida banner qilishgan topamiz. Bu yoqda 50 kilometrga alohida emas, 50 kilometr 2021-yilda yugurib tugatganlarni ismi ro'yxati. 22-yil yugurib tugatganlar, 23-yil yugurib tugatgan, 24 va bu yoqda mana rekord. Shu masofada 50 kilometrda rekord o'rnatgan inson Begaliyev Nurziyat ekan, 4 soat 12 minutda 2024-yil. Ayollardan Maqsudova Malika 2022-yilda 5 soat 2 minut. Hali hech kim rekordni yangilamagan ekan 2022dan beri. Bu yil ko'ramiz rekordni yangilashadimi yo'qmi? Hamma o'sha qatnashganlarni familiyasiga mana o'zimni ismimni va shu orqadagi bannerdan qidirib topib, bitta esdalikka rasm tushib qo'yish kerak bo'ladi. Said harfini topdim. Saidullayr, Said Amal. Sirada o'zimki topdim. Saidaliyev, Bobur. Shutdi. Hammasini topadi va rasmga esdalikka tushib yozib qo'yishadi, belgilab qo'yishadi. Hamma kelib ismini qidiryapti. Yaxshi tomoni o'sha harf bo'yicha qilib qo'yishgan. Misol S familiyam S'dan boshlanishini bilganim uchun S'dan qidirib topdim. Bir Toshkent marafonida adashmasam noto'g'ri qilishgandi. Umuman ism familiya harfiga qarashmagan, chalkash bo'lib ketgan, topolmaganman, topolmay qaytib ketganman.
o'shanga bilmadim. Mana shunaqa mayda narsalarga ham e'tibor bersa, juda zo'r bo'ladi, juda yaxshi taassurot qoladi, juda qulay bo'ladi, juda kuchli emotsiyalar qatnashgan insonlarda qolib, keyingi yil ham yana qatnashgisi keladi menimcha. Shu sizlarga Zamin Ultrani birinchi kunidagi atmosferani, bo'layotgan voqealarni, nimalar bo'lishini qisqacha tushuntirib, ulashishga harakat qilyapman. Havo juda zo'r. Kechqurun sovuq bo'ladi deyapti. Men sovuqni o'zi yaxshi ko'raman. Aytganimdek, ovqatlanish juda muhim rolda o'ynaydi. Uzoq masofa yurishda tanangizda yetarlicha tuz, minerallar va uglevodlar bo'lishi kerak. Uzoq masofa yurayotganda juda ko'p narsani hisobga olish kerak. Tanangiz moslashganligi, qanchalik yaxshi uxlaganligingiz, qanchalik yaxshi ovqatlanganingiz, hamma narsa ozginadan ta'sir qiladi. O'shanga yordam beradi. Shuning uchun ham oxirgi kunlari ko'proq uglevodga boy narsalar yeyishga harakat qilganman. Kamroq yog', ko'proq makaronda bor, guruchda bor, boshqa narsada bor. Ozgina protein va ko'proq uglevod. Shuning uchun hozir ovqatimni mana shunaqa manzarada, shunaqa ovozda yeb olamiz. DJlar keldi. Mashhur ikkita DJlar adashmasam. Shular hozir kelib, kolonkalar hamma narsani so'yib qo'yishadi. Kechqurun ular vыступать qiladi, shou bo'ladi. Ram dam olish va 9 da отбой bo'ladi. Hamma dam olishga ketish kerak. 10 dan keyin shovqin qilish umuman mumkin emas. Qoidasida shunaqa yozilgan. Bazamizga keldik. Bizani joylashgan joyda uch qavatli ko'payib qolibdi. Qavatga bu yerda hamma joylashib bo'lgan. Suvdan o'tishda volontyorlar qarab turib yordam berib turishdi. Har bitta joyda nazorat qilib, yordam berib, zo'r tashkiliy ishlarni zo'r qilishgan. Men o'zimga o'tirib, dam olib, ovqatlanishga yana bitta joy topib oldim. Toshda o'tiribman. Suvni bo'yida, ular ashula eshitilyapti, to'rinda sharlarni uchirishyapti. Bu yerda mana suv ketyapti, tosh. Odamlar galma-galdan tepaga chiqishyapti. Bu yerda palatkalar, ajoyib manzarada o'tirib dam olamiz. Va kechga bu yoqda adashmasam do'ppi guruhi DJlar keladi. Ikkita DJ o'shalarni konserti boshlanganda, o'shalarni programmasi boshlanganda borib, shu yerda qatnashib, kimlar bor, kimlar bilan tanishib, gaplashishga harakat qilamiz.
Mamutnikilar qanaqa yotadi? Mana bular, buni suv oldida qo'ygan. O'shanaydi. Молодцы deb baqirishadi. Молодцы. o'n beshinchi iyun ertalabki 5. Sekin hozir pastga tushib, Zomin kulturida 50 kilometr yugurishga 1 soatdan keyin boshlaymiz. Keyin almashtirish kerak bu narsaga olib. Havo lekin muzday. Yaxshi uxladim. Mashinaga chiqib uxlashga qaror qildim. O'sha qulayroq. Palatkada o'sha yoqmadi. Qop bor, uxlaydigan qop o'shaning ichiga kirib olib, issiqqina bemalol cho'zilib uxladim. Yaxshi his qilaman o'zimni. Hozir endi asosiysi kun ozgina bo'lsa yugurish boshlasa tana qiziq ketaveradi. Sekin bazaga tushib olib, shundan narsalarni topshirib, kiyimni almashtirib boshlaymiz. Boshlandi. Soat 5 dan rasmiy ochilish, o'sha kiyim topshirish, kiyim almashtirish, hamma narsa ishga tushdi. Boshlandi. Birinchi o'rinda hozir yuzimni yuvib olib, muzdek suvga oqib turgan suvga yuvib olib, keyin kiyim almashtirib tayyorgarliklarni boshlaymiz. Tanam qizdi. Rastyashka. Hamma narsani joyidami yo'qmi? Shu kirishdan oldin yugurish uchun hamma narsa bormi yo'qmi tekshirishadi 50 kilometr. Zomindagi ob-havo 9 gradus. Hozir shudringlarni ham ko'rish mumkin. O'zi gapirayotganimda tutun chiqayotganidan, shu bug' chiqayotganidan bilishinglar mumkin. Ancha muzli. Hozir o'sha muzdekga mana oqib turgan muzdek suvdan yuvib olamiz. Muzdek bo'lib yuvib oldik. Yugurish kelgandan keyin balkim shu suvda cho'nglarimiz kecha gaplashayotdik o'rtog'im bilan. Ko'ramiz. Agar kun isib ketsa, yugurgandan keyin tana qizib turgan paytda balkim cho'nglar olsa ham bo'lar. Kiyinish razdyolkasiga kirib oldik. Hozircha hech kim yo'q, bitta odam sumkasini tashlab ketibdi. Endi kiyilishi kerak, tayyor kiyinib kelishsa kerak. Hozir mana shu yerda kiyim olaman, formalar, hamma narsani. Kiyinib hamma narsani tayyor qilib oldim. Mana sumkalarni hammasini topshirib keyin chiqib ketish kerak ular. Assalomu alaykum. Yo'llar, davom. 50 kilometr, 21 xon hamma topshiradi. Sekin o'zi chaqirishyapti anaqa tepadan. Tekshirish ishlari bo'ladi. Kepka, очки. Обязательное снаряжение проверяется судьями на входе в стартовый коридор, защищающий от солнца, футболка с длинным рукавом или футболка. Tekshiramiz o'tamiz. Qadrli ishtirokchilar, jamlanish hududiga tashrif buyurishlarini yerda maxsus hakamlar tekshiruv ishlari start beriladi. Добрый. Свисток, телефон.
Что? Сохранен экстрим. Все. Kiroldi ichiga yo'lda hamma yugurayotgandi. Yig'ib olishgan. Если перед стартом у вас болит голова, если вдруг вы употребляли алкоголь менее чем за 2 суток до старта, если у вас была бессонная ночь, если у вас давление, если вы плохо себя чувствуете, то откажитесь от старта. 8 minut bor, 2 Во время so'dan старта qo'shilsa бега kerak. новым участникам марафона имеется щит. Палатки, побежала за ним. 10 километров 11:10. В 12:00 награждение победителей абсолютного зачета. Это просто прекрасно. И мы обязательно чуть позже расскажем. Olganda mana shu sharhlab boramiz jarayonlarni va Телефон с записанным номером экстренного вызова. Прямо сейчас мы видим, как наши спортсмены, они уже готовятся. Мы готовимся. Смотрите, какие прекрасные горы они бегут. Это 50 просто... kilometrlik masofa shunaqami? Да, они также, как вчера, пробегут туда и вернутся обратно. O'zi bo'lmaydi, chunki nuqtalardan agar hisoblaydigan bo'lsak, 5, 4, 3, 2, 1. Годовек, мы с вами стартуем дистанцию. Самую главную дистанцию сегодняшнего дня. 1! Попутного ветра! Мы ждем каждого из вас здесь! И подведите нас, друзья! Марафонцы, они стартовали эту дистанцию, вот они побежали с сумками, со снаряжением, всем, что им нужно было на этой дистанции. Смотрите, Сходубек, как они энергично это делают. zo'r va aynan ularning kayfiyati menga yoqmoqda. Birinchi bo'lib 50 kilometrlik masofaga start oldik. Ultramarafon bugungi kunning eng asosiy sinovlaridan biri. Bu haligi telefonlarni favqulodda qutqaruv raqamlarini aynan saqlagan holat. Так мощно стартанули, смотрите, как они радостно пробегают эту дистанцию. Я уверен, что у них внутри кипит кровь и кипит мотивация к этому прекрасному событию. Дистанцию 50 километров, но нагрузка для организма, она намного мощнее, чем в других забегах нашего. Bu umumiy maydon 24,000, hududda 700 dan ortiq o'simlik turlari mavjud. Зрителям про забег ультра. 16 kilometr. Qo'ylar bilan birga yuramiz. Aytishda tushib ketamiz. To'pon akamiz qo'ylarni boqib yuribdi. Orqada kelishyapti. Havo zo'r. Pastligiga qarab tushishida 2 kilometr, 2,5 kilometr qimmatdan tezlikga qarab pastga tushdi. Endi yana tepalik bor, ozgina sekinlashib chiqamiz. 19-kilometr stop point. Oddiy suv, tez suv. Rahmat. Rahmat. Stop pointdan o'tdik 19 kilometr. Keyingisi adashmasam 22 kilometr. Bolalar o'sha suv sepib xonada qatnonaga vitaminlar, suvlar bilan podдержка qilishyapti. Qiyinchiligini deyarli sezmayman desam bo'ladi. Maza. Tekis yo'l. Muzdek havo, go'zal tabiat. Qiziq odamlar bilan birga yuramiz.
lider ketyapti. Biz hali ketamiz. U birinchi o'rindan qaytib kelyapti. Omad aka. Orqasidan velida сопровождение qilib ketyapti. Спасибо. Есть, спасибо. Спасибо. 50 kilometr yarmi, 25 kilometr bo'ldi. Chipdan o'tishdi. Endi orqaga qarab shu yo'l bosamiz. Davlat. 25 kilometr. Ya'ni 25 kilometr. Qolganda o'tgan o't bor, suv bu narsa olib keyin bosamiz. Давайте, удачи вам, попрыскайте. Давайте немножко. Хотя есть вот это. Давайте, спортивные. Да. Спасибо огромное. Вода. Вперед, удачи. Еще чуть-чуть и экватор. Давайте, Всё. давайте. Идем. Спасибо. Половина пройдена, давайте. Hamma orqaga yotganda bir-biriga qo'llab-quvvatlab, davay deb. Yarmi tugadi deb qo'llab-quvvatlab. Yarmi o'tdi. Davay, ozgina qoldi, yarim. Bosing aka. Ko'rishamiz. Bosing aka. Tepalikka qarab yurib chiqamiz. Hamma yurib chiqyapti. Tepalikka qarab yuradigan insonlar shu oldinda o'tib ketib qo'ygan. Oldindagilar, orqamdagilar hammasi yurib chiqyapti. Manzaraga gap yo'q. Va 2 kilometr avval bitta qiz oyog'i sudraga deydi, ani tomirlar tortishib qoladi. Shunaqa bo'lib qoldi oldinda. To'xtab, unga o'sha yordam berib, oyog'ini ko'tarib, massaj qilib, tortib, ichganlarini yozib olishga yordam berib, ozgina yurdik. Keyin yana yurishni boshlaganda ham yana tutib qoldi o'sha tomirlar tortish. Yana bir 10 minutcha o'tirib, davomli massaj qilib, keyin yurib bordik va har 3 kilometrda shu to'xtagan joylarda to'xtab, meni qarashyapti. Qarashyapti. O'sha kerakli bo'ladigan muolajalari, misol ukol qilishligi mumkin, antibiotik yoki massaj yoki muz. Shunaqa qo'yib, o'sha tekshirishadi. Agar yaxshi bo'lsa, qalsa yurib ham yetsa bo'ladi. 8 soatda ichida kirib borish kerak. Yani 4 soat bor, yurib borsa ham bemalol o'sha limitga yetib borsa bo'ladi. Shunaqa voqea bo'ldi, o'shaning uchun trenirovka qilib chiqish kerak, to'g'ri ovqatlanish kerak va yugurayotganda tanani eshitishni bilish kerak. O'sha qiyin paytda sekinlashib, keyin yana kuch yig'ib, yana qayta qilib, shu ultramarafonlarda shunaqa strategiya bilan yurish kerak. Kallani ham ko'proq ishlatish kerak desa bo'ladi, qo'pol qilib aytgan. Shunaqa hozir mana tepalikka qarab chiqib ketyapman. 2000 metr balandlikdamiz adashmasam, yana nechidir metr balandlik yig'ib tepaga chiqamiz. Davleniyasi sezilyapti. Ot yurib chiqayotganda pulsim 133 ga chiqib 49-kilometr 6 soat 55 minut 7 soatdan oshganda kirib borar ekanman. Juda qiyin bo'ldi, lekin shu qiyinchilikni yengib o'tayotganimdan xursandman va qiyinchilik paytidagi keladigan fikrlar, g'oyalar, irodani charxlash, tarbiyalash
tanani chegarasini ko'rish shu narsalar juda katta foyda olib keladi va tugatdi hozir buni ham tugatamiz. 7 soat tinmay oyoqlarim harakat qilyapti. Hozir finishga kirib boramiz. Finishga kirishda videoga olinglar. O'sha yerda o'z videosi bo'ladi. Medalni olib dam olamiz. Потому как наши хлопают, мы увидели, как еще один из спортсменов финишировал на своей дистанции. 50 kilometr ham tugatdik. Medal berishdi. Mana medal dizayni. To'liq medal. И mana tugatganligi alohida yana bitta futbolka berishdi. Zo'r. 7 soatda kirib keldik. Hamma sheriklar ham kirib kelyapti. Ketinma-ketin. Zo'r. Suv berishdi, olma berishdi, yeb uch tugatib bo'ldim. Qolganlar ham sekin-sekin kirib kelyapti. Hamma настроенияsi tugatgandan keyin maza qilishadi. Zamin Ultra marafonda to'liq vazifani bajargan ishtirokchi sifatida o'z sovrinlarini oladilar. Aks holda yugurganlari hisobga olinmaydi. Soniye. Ko'rgan bo'lsangiz 50 kilometr masofada 8 soat limit qo'yilgan. Oxirgi 20 sekund qolganda ishtirokchi chiqib keldi. Bundan tashqari menimcha Объявляем, что дистанция на 50 километров Agar в рамках проекта Замир Ультра vaqtga kirib kelmasa, 2025 yugurish hisoblanmaydi, sovrinlarni olmaydi. закрытым, друзья, всех поздравляем! Oxirgi yopildi deb hisoblanadi. Oxiri yana ikkita ishtirokchi yugurib kelyapti. Категория 35-39 лет. Семаш Константин, Бадикова Мария. Наши поздравления. 45-49 лет. Мырзакасимов Новер, Отнагулова Любовь. Поздравляем вас. Ну и еще две награды по возрастным категориям. 50-54. Раджабов Алишер. Ozgina yuvib oldim, kiyimlarimni almashtirdim. Zo'n ultra ham yopilyapti, hammaga yig'ishtiryapti va oxirida hech qilmagan ishimiz volontyorlarni ham yugurtiramiz deb 2 kilometr volontyorlar ham yugurdi. Da, masalan olib, men qorasini bersangiz bo'ladi.